Ustoz, Ha. ish ko'rganmisiz? Bitta krasavchik, cho'tki bola, xunuk qiz yaxshi ko'rib qo'yganmi? Yo'q, ko'rmaganman. Ustoz, bitta chiroyli qiz yemagan bolani yaxshi ko'rib qo'yganini ko'rganmisiz? Ha, ko'rganman. Mana masalan meni xotinim darsinglar qilinglar. Biz hali yoshmiz-ku. Sevgi haqida o'ylashga hali 5-6 yil bor. Hazillashmagan. Hazillashayotganim yo'q. Rostdan sevib qoldim. Insonlar qachon bir-biridan uzoqlashadi bilasanmi? Qachon? Qachonki birini ko'z yoshiga sababchi bo'lsa-yu, lekin hech narsa bo'lmagandek beparvo yuraversa. Qo'y, o'ylama. Ketishmi? Bekatga. Kasımlardan. Hangi oynasan bitti. Birinchi parti jim o'tirlaring. Hozir chiqarib yuboraman hozir asamga tegsalaring. Va jim o'tirlaring oxirgi parti, birinchi parti. Kaltoq olsanlar. Chiqarib yuboraman. Oxirgi marta o'zimdan turaman. Tushunadi? Birinchi parti chiqib ket, birinchi parti chiqib ket. Qancha nima qiladi? Jinnizm ekan bu. Assalomu alaykum. Assalomu. Alaykum. Anu baqaloq ustoz ekan ustoz. Anchadan beri jonimga tegib ketdi. O'zi bugun keldi. Hammani masjidga keldi. O'sha kelgandan beri xayollaringiz parishon, sizni ham kayfiyatingiz yo'q. O'zgarib qo'yasiz. O'sha yo'q deydi. Yana nima qilishim kerak? Qani aytib beringlar, kim aytib uchun? Stadionni kattaroq qilish kerak. Jasur bilan ikkalamiz sig'maymiz. Masalan, futbol o'ynolmaymiz umuman. Rostdan ham sig'maymiz-ku. Xo'p, yana nima qilishim kerak ekan? Stol tennis ko'pturchasi yo'q. O'shani olib kelib bering. Pastda ovqatlanamiz, oshxonada pul so'rashyapti bizdan. Bepul bo'lsa zo'r bo'lardi. Sizlarga qo'yib bersam, maktabda ertadan dars bo'lmasa, dars o'rniga futbol o'ynasanglar, formasiz kelsanglar, o'qituvchilarni hammasini ishdan bo'shatib yuborsam. Shunaqa? Keyin anaqa ertalab
boya 1,5 soat oldin unaqa gap, remont ketib pul yig'ilgandi. Hali ham remont boshlangan yo'q ekan. Tur yo'qollaring darsga. Resepsiondagi Gulmi? Gulni olib ketlaring. Ishida ham qolmabdi yo'q, fillar. Ishing bo'lmasin. Ba'zi vaqt o'zimni vashcha xunuk his qilaman-da boru. Lekin o'rtog'imni o'ylasam, ko'nglim ancha joyga tushadi. Hurmat as! Yomon kulgili ekansan senlar. Xullas, tarbiyaviy soat. Menga qaralaring. Maktabda yo'q sevgi, tushunarlimi? Ana A+da barobar sevgi, mana qilib yurakchalar rasmini chizib, asabimga tegmalaring. Xo'pmi? O'zingiz resepsiyondan gul o'g'irlab yuribsiz-ku? Maktabda yana. Men o'quvchilarga deb aytyapman. O'quvchilarga mumkin emas. Maktab ichida mumkin emas. Xullas, o'qituvchilarga mo'yil. Ustoz, endi sizlar ham maktab vaqtidan boshlagan ekansizlar, hamma gapiryapti. Bilmaysiz, biz ham ertaga ustoz bilan direktor bo'lamiz. Mahmadonalik qilmalaring menga, davay, dars davom ettiramiz xullas. Opqa joyga meniki u. O'zi, общем-то, geografiyaga sevgi nima aloqasi bor? O'shani aytaman-da, nima asam deyapsanlar, jam. Nima tarbiyaviy soat o'tib, sanligi. Kulma. Aytmoqchi. Hammalarni esladan bugun Zaynanikida yig'ilishimiz kerak edi. Keyin ovqatlanib, tam kino ko'ramiz. Bolalar, sizlar pul bermagandinglar. Aytmoqchi. Qani? 50 mingdan tez. Nima boshqa gap? Jon, suryamaga ovqat pishadi, keyin yeysan. Keyin makaronni yoqib, yeysan? Mana moli. Bu ovqatni keyin yeysan, o'sha qo'limni sen yoqqa yo'qol. Sabzimni ham tushirding. Mayli, bo'pti, boy. Ali ham kelgan deydi. Zarina, xafa bo'lmagin. Bilamiz, baribir Ali seni yaxshi ko'radi. Umida. Hozir Ali mana shu qiz uchun tashlab ketdimi? Ana, ko'rdingmi? Sendan battar qiynalayotganlar bor. Anachim. Yaxshi.
ko'rsatib qo'yaman senga mana uni qanaqaligini. Qani, zo'r. Ketdik, shunday emas. Achelo, she'r yodlab keldingizmi? Turing. Turing. Ustoz, nimagadir yopishib qoldim. Kim qildi? Ikkalang qildingmi? Yo'q, ustoz, nimaga qaros? Просто kulgimiz kelyapti bizdan. Bor direktorga aytib kel. O'zi nimagadir shu qiz maktabga kelgandan keyin har xil narsalar bo'lyapti maktabda. Hammangga bir gap bo'lyapti. O'zi nimaga qaros? Hech nima, kim xafa qildi? O'zidan o'zi xafa qildi. Darsingizni bo'lishga majburman. Men bularni bitiruvchi sinf aqli kirib qolgan deb o'ylagandim. Lekin bular haligacha bir-biri bilan qo'lashmacha o'ynab yurishibdi. Bir qarasa bir-biridan arazlaydi, sochidan tortadi. U ham mayli bir-biriga kley surib, qitmirlik qiladi, Zarina. Ustoz, men tushunmagan. Lekin menga aynan shu ishni Zarina qildi deyishdi. Ustoz, Zarina qilgani yo'q, bu ishni men qilgandim. Kleyni bilmasdan surtib yuboribman. Agar bu maktabdan haydab yubormoqchi bo'lsangiz, meni haydab yubora qoling. Bo'ldi, kelasi safar yana agar mabog'ida shunaqa sho'xlik qilgili kelib qolsa, ikkalaringlar 2 barobar jazolanasizlar. Qo'yavering ustoz. Agar maktabdan ketish bo'lsa, mayli men ketaveraman. Bu maktabda kim ketishi, kim qolishini men hal qilaman. Hozir hammanglar o'qinglar yaxshilab. Ey, menga qara, navbat sanga. Sevib qolmadingmi Alini? Nimaga so'rayapsan? Tinchlikmi? Ishingni eplab qila olmayapsan. Nima? Hali Alini sevib qolsam, unga o'xshab meni ham o'ldirishni plan qilasanmi? Yog'i bilan ishing bo'lmasin. Pulingni olding-ku. Zarina lattani ko'rmadingmi? Jasur, sen chaqiryapti. Men sendan seryozni latta so'rayapman. Bundan seryozni latta yo'q Umida. Menga qara, o'sha Alini latta, xommi boshqa Jasur latta demagan. Xo'p, hazillashdim. Jasur qara. O'zim topaman. Ali kelsa, latta kattaligini ko'rsatib qo'yaman. Tiling chiqib qolibdimi? Zarina xafa bo'lma. O'ziga keyin qiziga yordamchilik qilib turadi. Zarina bilan o'rtalarda nimadir bormi? Hozircha hech narsa yo'q. Ha, yo'q-ey. Zarina xafa bo'lma. Zarina bilan o'rtalarda nimadir bormi? Hozircha hech narsa yo'q. Ha, yo'q-ey. Nima qilsan bo'pti? Просто turibman. Ha, просто men bilan turibsan, to'g'rimi? Yo'q, men o'zim turdim. Nima qotyapti bo'lmasa? O'zidan so'ra. Ha? Topish qo'lingga otdimi? Qaranglar. Voy, bunga nima bor endi? Yaxshi, ha? Qanchasi? Salom. Voh. Ha, endi kimdir ortiqchalik qilibdi. Masalan uchun Joyingga. Baqirma Jasurga. Men senga nima degandim? Alini yonida boshqa ko'rmaydigan edim, surbotdan.
Bo'pti Ali. Voy. O'ynash Fatimam bilan ha, bo'lmaydi? Bizga ko'rsatib qanaqa. Ha? Ali, qoch! To'xtang. Sizlardan qo'rqamizmi? Usha, yur! Davay. Ali, ulardan qochmasak bo'lmas-ekan. Yur! Ketdim. Qochyapti. O'limgacha boraman Jasur. Hech nima aytib kelmading? Ozgina mazam bo'lmadi o'shanga. Qo'ysang-chi, men kelmaganimga, sana ham keyin kelmagan. Ichamdi, qatdan o'zingga. Rostdan shunaqa. O'zi maktabga meni ko'rishni kelasan faqat. Bo'pti. Sani gaping to'g'ri. Rahmat. Bo'pti, bugun qatga boramiz. Qatga? Qatga? Bekatga? Go. Ketdik. Ali, galstukingcha chiroyli. Rahmat. Ali, galstukimiz chiroyli. Shunday bo'lganmi bular? Ali, galstukimiz chiroyli. Ichib olganmisan? Nima bo'lgan senga? Bormayman ovqatlanishga. Qalaysan Jasur? Ali, galstukimiz chiroyli. Qochay. Pekina ham shunaqa sho'r bo'ladimi, Ali? Normalniy-ku. Ali, galstuking chiroyli ekanmi? Jasur, galstuking chiroyli ekanmi? A? Rahmat. Nima yeysan? Ali, galstuking chiroyli ekan. Bo'ldi qilgan zaringni, ha? Ha nima? Yoningda boshqa qizlarni ko'rsam, yoqmaydi menga qarang. Men ham boshqa bolalarni ko'rsam yoqmaydi menga ham. Sen meni asabimni buzmasang, men ham senga hech nima qilmayman. Qatdan ham mana shu galstukni taqdim, seni gapingga kirib, Jasurga beraversam bo'lar ekan. Ali, bizning maktab Toshkent nomer 1. Bilasanmi shuni? Nimaga? Chunki bu yerda men o'qiyman. Ha. Umida? Ha? Bizning maktab nomer 1mi? Nimaga? Chunki biz ham maktabda Zarina o'qiydi. Bilmaysanmi? Ana, Jasur, tushuntir o'zingni menga. Bizning maktabimiz Toshkentda nomer 1. Nimaga? Chunki bu yerda Zarina o'qiydi. Sharmanda qilmay o'l. Ey, Ali, shuni ham bilmaysanmi? Buni bilmaslik sharmandalik-ku. Ko'rdingmi? Sendan boshqa hamma biladi.
Ali. Zarina. Ali bugun menga uyga qaytishimizni aytdi. Bo'laga aldabdi. Nimaga mal deyman? Sen aldavotsan. Shunaqa dedingmi, Ali? Ayt, nima qilaysan? Qo'yaver. Endi Alini bosgan qadamini senga aytib turaman. Galshtugim. Hozir kelaman. Ha? Nima bo'ldi qizim? Nega yig'layapsan? Oyi, odamning miyasida o'simta bo'lsa, uni operatsiya qilsa nima bo'ladi? Kim haqida gapiryapsan? O'rtog'im Ali bor edi-ku, Xo'sh, o'shani operatsiya qilish kerak ekan. birinchidan bu tezlikda bo'ladigan ish emas. Bu operatsiya og'ir operatsiya. Avval bemorni tayyorlashadi. Ancha davom etadi. Ali, men hammasini o'ylab ko'rdim. Biz birga bo'lolmaymiz. Chunki birga bo'lsak ham baxtli bo'lolmaymiz. Bilaman. To'g'risi o'zi sen ko'p azob berdim. Senga umid berib azoblagandan ko'ra munosabatlarimiz boshlanmasdan to'xtagani yaxshiroq. Aytgancha, qachondir seni ko'nglim kelib qolsa, seni xatdan topaman. Yarim tunda shahar bo'ylab yurganingda chiroq o'chmagan bitta deraza bo'ladi. O'sha yerda men bo'laman. O'zing ehtiyot qil. O'zgarmabsan. Meni hali ko'rganing yo'q-ku. Hali ham o'sha armatura ishlaringni